Assalomu alaykum jigarlar, hamma yaxshimi? Bugun sizlarga bitta yaxshi, eng ishonchli saytni tavsiya qilaman. Albatta bilmaydiganlar uchun. Jigarlar, sayt haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, biz saytda sarmoya kiritib ham, sarmoyasiz ham bemalol pul ishlasak bo'ladi albatta. Lekin degan joyi bor jigarlar, sayt vobshe ishonchli-da. Nimaga? Sababi adashmasam gideta taxminan 36 marotaba pul chiqarganman, lekin mana shu videorolikni o'tkazmay tomosha qilsalaringiz, albatta videorolik davomida men 37-marotaba ham pul chiqarib ko'rsataman saytdan. O'zi saytdan qancha marotaba pul chiqarganimdan ma'lumki jigarlar, sayt qanchalik ishonchliligi jigarlar. Saytdan gideta 3 yildan ko'p bo'lib ketdi, ish faoliyatimni olib kelyapman. Menga o'xshab ko'pchilik ishlayapti bu saytda. Hali biron marta yomon gap eshitmadim bu saytlar to'g'risida. Shuning uchun men qayta bilmaydiganlar uchun tavsiya qilyapman jigarlar. Shtobe boshqalar adashib boshqa saytga yoki bo'lmasa to'lamaydigan yoki bo'lmasa nima deydi, aldiydigan farshiviy saytlarga kirib qolmasin. Shtobe ishlayman degan odam normal saytlarda, pul to'laydigan saytlarda ishlasin degan niyatda do'stlar qayta videorolik qilyapman. Agar qayta videorolik qilishim kimlargadir yoqmayotgan bo'lsa, uzr do'stlar. Men faqat bilmaydiganlar uchun qayta videorolik qilyapman jigarlar. Men nima ham deyman jigarlar. Sizlardan podpishka faqat like, podpiska. Men sizlarga albatta mana shu saytlarda qo'ldan kelgancha taktika, suda iloji boricha chiqarib turishga harakat qilaman jigarlar. Hammaga omad. Men esa videorolikni boshladim jigarlar. Mana jigarlar, hozir men sizlarga tavsiya qilgan sayt nomi TronPick deb nomlanadi jigarlar. Bu TronPick saytida biz albatta Tron kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin. Sayt juda ham yaxshi va ishonchli, o'zingizlar bilasizlar. Ko'pchilik biladi, bilmaydiganlar uchun aytaman. 3 yildan ko'p bo'lib ketdi. Saytga kirganimizda birinchi navbatda qiladigan ishimiz bu albatta mana bu setting degan joyga kirib, biz elektron pochtani aktivlashtirishimiz kerak. Ya'ni mana bu email verifikat degan yozuv ustiga bosamiz, bizda elektron pochtamizga SMS ketadi, SMS ga kiramiz va 4 qatorli ko'k yozuv ustiga bitta bosib qo'ysak, tamom. Biz elektron pochtamiz aktivlashadi do'stlar. Elektron pochtani aktivlashtirish nima uchun kerak? Pul chiqarishda problema bo'lmasligi uchun kerak do'stlar. Xo'p, endi mana bu Wizdraft degan joyga kirib do'stlar, men chiqargan pullarimni istoriyasini ko'rsatmoqchiman. Albatta e'tibor beringizlar. Bu yerda juda ham ko'p marotaba pul chiqarganman. Ko'pdan pul chiqarganman-da jigarlar. 1000 ta tron, 500 ta tron, 1400 ta tron, 2000 ta tron, 2000 ta tron. Короче do'stlar, juda ham 2400 ta tron ham chiqarganman bir chiqarishda. Короче hammasi mana kompletet to'langan deb yozilgan jigarlar. Короче bu yerda 36 marta deganim sababim ikkinchi riyadan bor. Ikkinchi riyadni ham qo'shib sanaysizlar albatta. Kimga kerak bo'lsa sanab chiqishinglar mumkin. Ishonmasanglar 36 marotaba pul chiqargan bo'lsam, xudo xolasa mana shu videorolikda 37-marotaba pul chiqarib ko'rsataman jigarlar. Xo'p, saytda pul ishlash to'g'risida ma'lumot beradigan bo'lsam, saytda birinchi navbatda pul ishlash uchun albatta mana bunaqa narsalar chiqadi va pastroqqa tushsak bitta kapcha chiqadi do'stlar. Har soatda bir marta mana bu kapchani teramiz va claim degan yozuv ustiga bosamiz. Menga 0.25 tron kriptovalyutasini berdi. Nima uchun 0.25 berdi? Bizga kam beryapti-ku desalaringiz, albatta bu saytda urovень degan narsalar bor. 8 talik urovеньdan iborat. Men hozir 5-urovень, ya'ni gold urovеньida bo'lganim uchun men har soatda kapcha tersam 0.25 tron kriptovalyutasini beradi do'stlar. Shuning uchun iloji boricha harakat qilib urovеньni ko'tarish kerak. Urovеньni qancha ko'tarib olsak, shuncha yaxshi. Hech bo'lmaganda 6-urovеньgacha chiqib olsak, har soatda betadan tron ishlasak bo'ladi do'stlar. Bu degani juda ham yaxshi degani. Xo'p, urovень ko'tarish uchun nima qilsak bo'ladi deb ko'pchilik so'raydi. Qaytib tezroq ko'tarsak bo'ladi deydi jigarlar. Buning uchun albatta mana Games degan joyga kirishimiz kerak va albatta bu saytda o'zining o'yinlari bor. Bu o'yinlarni qancha ko'pdan tikib o'ynasak, shuncha tez urovеньimiz ko'tariladi jigarlar. Birovdan sotib olish yoki tudasida qilish kerak emas jigarlar. U ishonchsiz bo'ladi, tavakkal narsa bo'ladi. Shuning uchun o'zingiz bitta akkaunt oching va albatta mana shu depozit qilib turib saytga o'yinlarni o'ynab, o'zingiz tezroq ko'tarib olsanglar bo'ladi o'sha depozit qilib turib saytga. Depozit qilish uchun albatta mana depozit degan joy bor. Mana shu depozit degan joyga kirib, bu yerdan bemalol mana shu tron adresga tron tashlash kerak. Kamida 20 ta depozit qilish kerak jigarlar. Shunda saytga tushib keladi. Xo'p, o'zim ham mana bir marta shu depozit qilishni video qiling degani uchun odamlar 100 ta tron depozit qilib ko'rsatganman jigarlar. Boshqa depozit qilmaganman. Xo'p, endi e'tibor beringizlar. Так что endi nima qilamiz? Endi xohlasangiz mana o'yinlarni o'ynab pul ishlasak ham bo'ladi. Bir nima joyi yo'q jigarlar. Agar o'yinlab pul ishlayolmasalaringiz, bu degani urovень ko'tarib iloji boricha
o'rin ko'tarib nima qilish kerak, pul ishlash kerak. O'rin yaxshisi shu o'rin ko'tarishni ko'rsatib o'tay jigarlar. Shu ko'pchilik o'rin ko'tarishni so'raydi jigarlar. Videorolik ham qilaman xudo xolasa yoki kanalda bo'lish kerak videosi. O'shani ko'rsalaringiz ham bo'ladi o'rin ko'tarish to'g'risida. Tak, men ruletka o'yini eng yaxshi o'yin deb o'ylayman o'rin ko'tarish uchun. Tak, masalan nima qilamiz? Auto o'yinga qo'yamiz va buni 1 da bosamiz, qizil va qoralarga tikamiz. 4 ta tikdim masalan. 4 ta tikib turib, mana auto spinni bosib qo'ysak, tamom. Mana bu yerda ruletka aynalishni boshlaydi va qizil va qoralarga tushsa, biz minusga ham ketmaymiz, plyusga ham ketmaymiz do'stlar. Balansimiz turaveradi joyida, lekin o'rinimiz ko'tarilib ketaveradi jigarlar. Tak что qancha ko'p tikib o'ynasak, shuncha tez ko'tariladi. Masalan, 4 ta emas, 20 tadan tikib o'ynang, masalan, 30 tadan tikib o'ynangizlar. Agar balanslaringizda pul ko'p bo'lsa albatta. Agar mana bu 0 raqamiga tushib qolsa, yashil-ku do'stlar. Biz qancha summadan tikib o'ynayotgan bo'lsak, o'shancha summani yo'qotamiz. Masalan, mana 0 yashilga tushdi va bizning balansimiz 4 ta minus bo'ldi. E'tibor beringizlar mana. Mana eng pastdagi o'yinlar istoriyasiga qarasalaringiz mana. Hammasi 0, lekin bitta minus tushdi, 4. Minus 4. Chunki bizda nima mana ruletka yashil raqamiga tushdi jigarlar. 0 raqamiga tushib qoldi. Agar 0 raqamiga tushmasa, biz plyusga ham ketmaymiz, minusga ham ketmaymiz, lekin bizga plyus tomoni o'rinimiz ko'tarilgani qoladi jigarlar. Shu tomonlarga e'tibor beramiz. Tak что jigarlar, men hozir o'yinni to'xtataman. Normal o'ynab qo'ydi. O'yinni to'xtatdim jigarlar. Endi bu yerda mana qizil va qora bo'lyapti. Bu yerda hozir men shu 4 tani tak qoraga tikaman. Yoki bo'lmasa 2 tani qoraga tikish kerak, shu balansni joyiga qaytarish uchun. Mana masalan bittadan tak qizilga tushdim hozir, demak qoraga tikish kerak. 2 ta qoraga tikaman va mana bu spinni bosaman. Agar yutmasak, tak yana qizilga tushib qoldi. Yutmasak, demak yana shuni bosib, yana 2 ta tikaman ustiga, 4 ta bo'ladi jigarlar va yana spinni bosaman. Yana qizilga tushdi jigarlar. Bu degani o'ta yomon degani, chunki biz endi 8 ta tikishimizga to'g'ri kelyapti. 1 2 3 4. Tak yana auto spinni bosaman, endi qoraga tushish kerak. Должен быть. Va tushdi jigarlar mana. Chunki 4 ta qizil bo'ldi, bitta minus, bitta plyus bo'ldi. Biz hozircha plyusdamiz jigarlar. Plyusda emasmiz jigarlar. Uje 2 ta plyus ko'tdik. Xuddi shunday davom ettirish kerak. Bu juda qiyin bo'lsa agar, masalan biz 33 raqamiga tikdik-ku, bu yerda nima qilib o'ynasak ham bo'ladi. Masalan, hammasini minus qilamiz va e'tibor beringizlar mana. 1 dan 18 gacha yozib qo'yibdi. Shuning ustiga 2 ta tikaman. 3 ta tikaman. Tak va 3 ta tikkandan keyin men auto spinni bosaman. 1 dan 18-raqamgacha tushsa men yutaman. Ko'rdingizmi mana? 11-raqamga tushdi. Uje men 3 ta plyus bo'ldim jigarlar. Xuddi shunday o'ynaladi jigarlar. Xohlasalaringiz mana yerda 19 tadan to 36-raqamgacha tiksa ham bo'ladi. Har xil yo'llari bor-da do'stlar. Shunga qarab o'ynayveramiz do'stlar. Xohlasalaringiz mana yerda dike o'yini bor. Dike o'yinini o'ynangizlar. Kimga qaysi udobni bo'lsa, kim qaysida pul ishlay olsa, o'shanda ishlayverish kerak jigarlar. Masalan, mana bunda ozgina o'ynab ko'rsataman. Bitta chet internetsiz. Tak. Tak что jigarlar, nima desam? Uje bizning balansimiz hozir 21 ta hozircha. Tak. Tak что biz minusga ketyapmiz yana. Hozircha plyus ko'tib oldik yana bir amallab. Tak что yana minusga ketyapti. Davay ozgina bo'lsa ham ishlab qo'yaylik. 22 ta bo'lsa hech bo'lmasa 23 ta qilib qo'yaylik shuni. 23 ta bo'ldi. 19 ta edi. Tak что ishda 4 talar ishlab qo'ydik jigarlar. Tak что jigarlar, xuddi shunday mayda-mayda ishlasak ham bo'ladi.
Nima deyman? Shuda endi do'stlar, kimga ma'qul bo'lsa gazni bosamiz do'stlar. Shoshilish yo'q bunaqa o'yinlarda. Umuman shoshilish kerak emas. Prosta gazni bosish kerak. Kallani ishlatib, shoshilmasdan o'ynash kerak. Minus ko'p bo'lyaptimi? Iloji boricha o'sha kuni o'ynamang yoki bo'lmasa o'sha vaqt o'ynamang. Iloji boricha bir kunda bir marta yoki 2 marta o'ynashga harakat qilingizlar. Balanslaringizda qancha ko'p pul bo'lsa, shunga qarab ozginadan ishlab ko'paytirib qo'yaveringizlar jigar. Chunki dogon qilishga dogon deydi-ku, dagan deydimi, dogon deydimi, shunaqa qilishga bizda balansimizda pul yetmay qolishi mumkin agar kam bo'lsa. Shuning uchun nima deydi? Shoshilmay balansga qarab pulni ko'paytirib ishlab o'zingizga kerakli summani ishlab chiqib ketaveringizlar. Har kuni o'zingizga 5 ta yoki 10 ta yoki 20 ta deb nima qilib olish kerak? Reja qilib olish kerak va o'sha rejadan chiqmaslik kerak jigarlar, iloji bor. Endi jigarlar pul chiqarishni ham ko'rsatib o'tib ketishim kerak. Pul chiqarish uchun albatta har doimgidek shu Wizdraft degan joyga kiramiz va albatta e'tibor beringizlar. Minimalka 15 ta. Xo'p, endi bu yerda mana bu yerga yozamiz. 1100 ta chiqarmoqchiman. 1100 keyin butun 2. Bu 2 ni nima uchun qo'ydim do'stlar? Bu yerda 0.2 komissiya oladi. Meni balansimga 1100 ta to'liq tushib keladi jigarlar. Shuning uchun shunday qildim. Oxirida mana kapchani teramiz va Wizdraftni bossak pul chiqarishga qo'yiladi. Oxirgi marta 1000 ta chiqargan ekanman. Tak, albatta yo'q do'stlar, ikkinchisiga nima qo'yishimiz kerak? Ikkinchisiga tikamiz, короче. Birinchisiga Tron adres yozish kerak do'stlar. Tron adresni bilasizlar qayerdan olishni. Bilmasalaringiz aytib o'tib ketaman. Mana Payer kashlogi bor, Faucet Pay kashlogi bor. Ikkalasiga ham bemalol chiqarsak bo'ladi. Ikkala kashloqda ham manzili har doimgidek video opsiyasida kommentariyada bo'ladi. Video opsiyasida bo'ladi, iloji boricha kommentariyada bo'lmaydi. Payer kashlogini ko'pchilik ishlata olmaydi, chunki verifikatsiya qilish qiyin, buni oson emas. To'g'risi o'zim ham bilmayman. O'zim bilganimda davno bitta videorolik qilgan bo'lardim. Xo'p, lekin Faucet Pay kashlogini bemalol hamma ishlatsa bo'laveradi, chunki ro'yxatdan o'tish osonroq. Kak saytlardan ro'yxatdan o'tganda ro'yxatdan o'tib ishlatsak bo'ladi jigarlar. Xo'p, endi men hozir Payer kashlogimga chiqaraman. Shuning uchun Payer kashlogimdagi Tron adresni ko'proq qilib kelishim kerak. Payerga kiraman hozir. Mana jigarlar, men Payer kashlogimga kirib oldim. Payer kashlogida eng oxirida Tron kriptovalyutasi turibdi va poполнitni bosamiz. Keyin bu yerda ikkita adres chiqadi. Albatta pastdagisini ko'proq qilib olamiz. Pastdagisini ko'proq qilib oldik va nimadan chiqib, kashlogdan chiqib saytga kiramiz va albatta shu yerga bosib turamiz. Wizdraftni bosamiz. Tamom, bizda adresimiz joylashtirildi. Pul yozilgan, qancha chiqarish kerakligimiz, kapcha terildi. Endi biz Wizdraftni bosamiz jigarlar. Wizdraftni bosdim, pul chiqarishga qo'yildi уже. Xudo xolasa mana 4 sekund nazar pul chiqarishga qo'yildi. Pending, ya'ni kutish kerak do'stlar. Pul kamida 24 soat ichida tushib keladi. Ko'pincha menda 10 daqiqa ichida ham tushib kelgan, 5 minut ichida ham tushib kelgan, 2 soatda ham tushgan, 6 soatda ham tushgan do'stlar. Har xil vaziyatda tushib keladi pul. Shuning uchun o'ta sabrli bo'lib kutib turamiz jigarlar. Pul tushib kelishi bilan albatta men Telegram kanalimga chekini tashlayman. Shuning uchun kim Telegram kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsa, albatta kommentariyada Telegram kanalimni manzili turibdi. Opsiyasida ham turibdi videoni. Bemalol kanalga o'tib obuna bo'lib qo'ysalaringiz, qaysi saytdan pul chiqarsam, hammasini cheklarini tashab turaman jigarlar. Shunga qarab bemalol gazni bosaverasizlar. Tak, menimcha hammasi to'g'ri, hammasi bo'ldi jigarlar. Hammasini aytdim, pul ham chiqarib ko'rsatdim. Bu 37-marotaba pul chiqarishim edi. Tak, jigarlar, hammaga omad, sog' bo'linglar.